G'arbiy diyor Toshqalma komandasining xizmatlari eng oxirgi minutlargacha chaddaslik bilan kurashdi. Maydon sirtida madad tilayotgan o'quvchilarmi kuchining boricha vaqirab madad berdi. Tomoshabinlarning qizg'in madadi, moyirlarimizning tirishchanligi orqali bu qitimli musobaqa 2-0 natija bilan oxirlashdi. Reperning musobaqani oxirlashtirish kuchliga chilishi bilan tang maydondagi har bir shinjonlik hayajonli belgiga bo'ldi. Madad berayotgan Şinjanlik o'quvchilar ostidan samo ritmiga tushirib, olqish sadolari ko'tarildi. Şu tapda hammamiz his hayajon ilkida shodlik kulkularimizni bir-birimizdan o'chiramay qolgan edi. Har qaysi universitetlardan kelgan o'quvchilarni o'z yurtda bizda qarindoshlarni uchrata olganligining ustiga mushundaq shalliq qalbiga guvoh bo'la olganligidan bo'lsa kerak. Hayajonlanganligidan hatto ba'zilarining og'ziga keldi. Sizga samimiy cho'mil bilan qanday xo'jab bo'lgan? Undan keyin shunday musobaqalarni ko'p bolalarning uyushchanligini oshirishni umid qilmayman. Rahmat. Xubey Bidalova universiteti. Biz Xubey Bidalova. Sizlarcha qaysi maktabdan kelganlar? Xubey Bidalova. Xubey universiteti. Xubey universitetidan Bog'dindan keldik. Jarronga ataychamiz Şinjan Tasalma komandasining musobaqasini ko'rganlar. 2 saat to'yib o'tirib Xubey universitetidan keldim. Musobaqa maydonidan chiqqandan keyin havaskorlar bizni mehmonxona oldiga chiqib keldi. Mehmonxona oldida hammaylar birga kollektiv xotira suratga tushgan ekan. Biz sheriklarimizga havola qilgan bir qanchalarning sovg'asini o'quvchilarga topshirdik. Qarindoshlarning o'zlariga mundaq ko'ngil bo'lganligini, ozg'ina bo'lsa-mu ko'ngil sovg'asini yo'llaganligidan ular teximi suyundi va rahmat qildi. Ularning chiroyida ifodalangan kulgidan naq maydondagi hammamizning ko'ngli ezildi. Biz ularning o'z yurtda hargizmi g'ayrat his qilmay, qizg'in o'g'inish kayfiyatini davomlashtirish bilan birga kelgusimiz uchun, yuzimizning yo'riq bo'lishi uchun yaramli iqtisodlardan bo'p chiqishini tilashdik. Musobaqada g'alaba qilganlik sababidan mekin tang kashli qiza bizga odatdan tashqari tamlik va yeyishni buyurdi. Kashli qizadan keyin komanda a'zolari bilan birga Aldirash Kinash markaziy televiziya stansiyasining G'arbiy diyor Toshqalma komandasining tunji Soyibxon musobaqasi haqida ishlangan maxsus filmni ko'rish uchun yataqqa chiqildi. Bolalarning kayfiyati nihoyat yaxshi. Shundaq ruh. Hatto ba'zida o'zining naq maydondagi holatini ko'rib, qaqoqlab kulib ketadi. Yig'ib kelganda o'zlari yaratgan shu tarixlarni qaytadan varaqlab, o'z hissiyotidan biz bilan o'rtoqlashadi. Albatta, shu tapda yolg'iz bizlar Şinjan'ın nurgun top mestanlarının gözü bu maxsus filmga qaradi.球衣号码17号，场上位置边前卫，名字卢启超。愿望是早日上场吧，早点上场吧。好，谢谢。5月23场上位的守门员，24号。愿望呢就是希望自己在未来道路上走得来风顺利。球衣号码19号，姓名张兴军。职位吧边前卫。愿望吧希望通过一级联赛进球来回报新疆吧。Kiyim numaram 2 numar. O'rnim sol bek. Bizdan qanday
Arzuyimiz bizning Taşmaydan bo'ldi. Vaqtlarimizga top kirgizmadik. Mushu injilese Türkçe Xudoyim bo'lsa top kirgizmaslikka tirishimiz. Meni ismim Serkan, komandada 11 nömer, o'rnim hujumchi. Shu anda mush fursatni yaxshi tutib, oldida fursatni tutib, komandaga azroq qo'shmoqchi. İsmim Merdan, kiyim numaram 25, numar meydandan, o'rta meydan o'ynayman. Arzuyim maydonda bizning hujumchilar yaxshi pas berib, ularning o'yiniga yordam qilsam. Faqat mezdan setgandan keyin yaxshi tushundim. It's my time, it's my life. I can do what I like for the price of a smile. I got